Ko'pchilik bir akamizga duo qilaylik aka. Mana bir daftar narsa yozib keltiribmiz akamiz. Farzand talab ekan aka. Shu akamizga bir duo qilaylik, yilli duosi mo'l-ko'l deydi. İchimizga begunoh insonlar bor, duosi ijobat bo'layotgan akalar bor. Chiroqchidan aka bu aka. Ilohomin shu akamizga qizmi, o'g'ilmi Xudoyim taolo birardan qismasin. Xudo xolasa bergan farzandlari umri uzoq, rizqi mo'l, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Ilohim shu akamiz ham yaxshi niyat qilib mana daftar ruchkaga yozib keltiribdi. Ilohim shu akamiz ham mana shu dil raisda to'ylar qilsin. Illi duosini olsin. Nasib bo'lsa mana shu yerdagi jamiki muxlislar shu insonni borib shu tug'ilgan yigitni to'ylarini oshirsin. Shu yigitni otasining nomiga duolar qilib ketsin. Amin. Allohu akbar. Akajon mana qani shu akam mana chekka pul tashlarim hozir. Turadi takanov. Urmagir takachi tashladayin-mi? Taka yergami? Hayda palvon. Armonga qolmay yig'il. Muxlislar aytaveraymi? Hayda palvon. To'y bolalarda akasi Ramziddin akamizning nomidan qush to'yi bor. Ko'rsatib ayrasin yakka qilib. Qush to'y. Muxlislar qo'shaveraymi? Shu zot ustiga $200 puli bor. Hayda palvon. Hayda. Shu zot ustiga Simba ot egasi Jasurboyning nomidan ham bir to'yi bor. Ustiga $100 puli bor. Hayda palvon ko'rsatasan. Ko'rsatib ayrasan, chuzasan. Tashlama chuzasan. Qamchiga tut chuzasan. Taka joyiga. Hayda palvon. Jar Suhro. Armonga qolma. 3 to'y. $300 puli bor. Ko'rsatib ayrasan. Hayda palvon. Armonga qolma. Ko'rsatib ayrasan. Yakka qilasan. Chuzasan, yakka qilasan, tashlama. Tashlama ko'rsatasan. Tashlama. Orqa mahkam tashlama. Takasurdovga ko'rsatasan. Chuzasan, kim bo'lsa-ham mahkamlab solasan. Ko'rsatasan. Yakka qilasan. Ko'rsatasan. Takasurdovga 3 ta to'y, $300 puli bor. Yakka qilasan. Armonga qolma. 3 ta to'y, $300 puli bor. Ko'rsatasan, tashlama, tug'dani chiqasan kim bo'lsa-ham. Tashlama. Ko'rsatib ayrasan. Taka joyiga izi sovrini. Yangi takaga ayta. Hayda, shu zotning o'zi. Men chaqirmay tursa iltimos sizdan, men chaqirib qo'yapman. Hayda, 3 ta to'y, $300 puli bor, ko'rsatib ayrasan. Hayda palvon. Hayda. Ko'rsatasan. 3 ta to'y, $300 puli bor, ko'rsatib ayrasan. Yakka qilasan, ko'rsatasan. Hayda palvon. Armonga qolma. Ko'rsatib ayrasan. 3 ta to'y, $300 puli bor. Ko'p yigitga nomi tegatgan, foydasi tegatgan ukamiz ishlaydi mana. Shu yigitga to'yxonadan 1 million so'm zot berildi. Rahmatlar aka, umringizdan uzoq bo'lsin. Ayting aka. Chuzasan, kim bo'lsa-ham tashlama. Ko'rsatasan, kim bo'lsa-ham tashlama. Kim bo'lsa-ham. Ko'rsatasan. Ko'rsatib ayrasan, kim bo'lsa-ham. Tashlama, bermayman, to'dani chiqasan, mahkamlab so'l. Taka joyiga chopulasan. Hayda palvon. Hayda. Armonga qolma. 3 ta to'y, $300 puli bor. Ko'rsatib ayrasan, kim bo'lsa-ham. Hayda palvon. Chuzasan, tashlama, chuzasan, tashlama, taka joyiga chopulasan. Hayda palvon. Hayda, qasadir qo'shaman. Hayda palvon. Shu zot ustiga Jar qishloqdan
ortiga 100 dollar puli bor. Hayda palvon. 3 ta to'y, bir ortiga to'g'ri 100 dollar puli bor. Hayda palvon. Armonga qolma. Ko'rsatib bayrasi qilasan. Yakka qilasan, cho'zasan kim bo'lsaga. Yakka qilasan, surash oldiga o't. Yakka qilasan, surash oldiga o't. Hayda palvon. Armonga qolma. 3 ta to'y, bir ortiga to'g'ri 100 dollar puli bor. Ko'rsatasan. Ko'rsatib bayrasan. Taka yerga tushgan bo'lsa savrinni qayda? Savrini beqaki savrini. Savri